Biz ballarning tarbiyalaganligini ko'rib boqqanmiz. Hamda biz izchil turda ota-onalar ballarni tarbiyalaydi deb qaraymiz. Ham turmush qurg'ili shu 20 yilga yaqin vaqt bo'lib qopti. Atrofimni shundaqla o'zimni kuzatgan chog'imda amaliyotda nurg'un ota-onalarning tiqi bal ishkanligi. Faqat jug'ini yo'qnab ketganligi. Bola turib, ro'yi holat psixik jihatdan, ichki dunyo jihatdan. Balani to'sig'i mayli. Bola turib, bola tarbiyalayotganligini ham izchil turda o'zining balliq xarakterini, qalb sahmalarini shu balasiga yetkazayotganligini ko'rib, bir xil bayram bo'lib qoldim. Demak, bu yerda biz ota-onalarningki amaliyotda mayli ayollik munosabatda bo'lsin yoki balasi qilgan muomala inkosidan uning yeshi, jug'i qaragandan ko'ra, uning chiroyi, ovozi va qaytargan inkosi, badan tillari qarsaqlam, amaliyotda buning jo'yug'inab ketgan bir 6 yoshlik boladan farqlanmaydiganligini ko'rib yetaylik ekanmiz. Demak, asa ochiqlanish, vaqirash, tillash, do'msiyish, og'rinish, onun keyin g'umsaqlashdan iborat bir qator kichik bolalarda bo'lishga tegishli xarakterlarning hammasining amaliyotda biz 30 yoshlik, 40 yoshlik, hatto 70 yoshlik cho'ng ota-onalardan doim ko'rilayotganligini inchik kuzatsak ko'ra olamiz. Shu amaliyotda nurg'un ota-onalar texi haqiqiy o'sib yetilmay, haqiqiy cho'nmay turib, asli oilasining asoratidan qutulmay turib, qalb zahmlarini, balliq jarohatlarini tepib, shuningga yo'zinib, his qilib, uni davolamay turib, to'y qildi degan gap u texi bala. Demak, balalarni tarbiyalayotdi. Shu nurg'ulg'an balalarningki ballarimi shu asli oiladagi zaharlik zanjirini bir-birisiga yetkazib, xuddi kuchulab yugurayotgan musobaqaga o'xshash talaylagan baxtsiz ichki dunyosi ojiz aynak yurak ham o'zining balliq jarohat va qalb zahmlariga yuzinib bulamagan, uyg'onmagan yangi bir turkum balasiman ota-onalarni barliq keltiryotdi. Shunga men shuni o'ylab qoldim, ota-ona hargiz bola tuqqan qilam ota-ona qolmaydi ekan. Cho'qim to'y qilishdan burun shu balliq jarohat, qalb zahmlari haqida, yushurin ong, asli oila haqida ma'lum bir muayyan soatdagi bir psixika ta'sirini ep bo'lgandan keyin, uning keyin to'y qilsa, to'y qilgandan keyin, balliq bo'lgandan keyin o'zining jo'ris orqali, tug'ilgan balasi orqali paydan-pay kunning o'tishiga ergashib, uning keyin balliqdan iborat qalb zahmi jarohatlarini his qilib, qabul qilib, shuni davolash jarayonida uning keyin vaqtning o'tishiga ergashib, to'y qilib 20-30 yildan keyin haqiqiy bir cho'ng bo'ladi ekanmiz, haqiqiy ota-ona oilanda ekanmiz. Bo'lmasa, juying degandek, g'oyat zo'r buvoq degandek, bir odam 80 kirsimi yanilam kichik bo'ladek. Chunki uning qalbi kichik, qalb zahmlari, balliq jarohatlarini topmadi, his qilmadi, uyg'onmadi. Faqat jug'lam yo'qnab ketdi. Mana bu hozirgi davrimizdagi eng ig'ir fojiamikin deb qarayman. Shunga do'stlar, har vaqt kayfiyat jihatdan davolg'ish bo'lgan chog'da ichimizni tinchayli, qalbimizni qaytayli, so'rab boqayli. Bu hissiyotlar nereden keldi? Buni kim paydo qildi emas, o'chmanlik emas, mudofaa emas. Buni zoti kim paydo qilgan? Bu qachonlardan menda jo'g'inib ketgan. Shu falakning yiltizini bo'ylab asta-asta topsaq, qochmasak, o'zimizni narkozlamasak, shuni his qilgan vaqtimizda mencha biz eng oxiri haqiqiy yo'sinda bir cho'ng'igan, ota-ona bo'lgan, ham bolalarimizni tarbiya qilish salohiyatiga erishgan to'liq bir hayotni yaratib chiqqan bo'lamiz.